AI yordamida sizga yoqqan saytni klon qilishni 5 ta yo'lini ko'rsataman. Men bitta saytni olib, bir nechta AI yordamida klon qilishni tekshirib ko'rdim. Birinchisi Emergent, bu oddiygina generator emas, AI agent. Saytni analiz qilib, shunga o'xshagan loyihani yaratib beradi, terminal orqali ishlaydi. Hattoki GitHubga ulanib, proyektlarni ham ko'ra oladi. Keyingisi Vinol app, bu saytni birga-bir ko'chirmagan bo'lsa ham, hattoki admin panellari bilan qo'shib saytni yaratib berdi. Builder.io ham yaxshi ishladi. Silkani asosida shunga o'xshash saytni yaratdi va React bilan Vite orqali kodlarni yaratib berdi. Ichida o'z rasmlaringizni qo'shib, Kanban orqali tasklarni boshqarishingiz ham mumkin ekan. Trikli ham yaxshi ishladi. Agentga o'xshab ishlar ekan. Men bergan sayt orqali birinchi dizaynni yasab oladi, publish qilgandan keyin uni real saytga aylantirib beradi. Figmani o'zini sun'iy intellektini ham sinab ko'rdim. U ham ko'p sahifali saytni yaratib berar ekan, lekin hali sustroq, hali ozgina ishlaydigan joylari bor. Lekin eng aniq qilib dizaynni birga-bir qilib ko'chirib bergani HTML to Design. Bu Figmani ichidagi plagin hisoblanadi. Bu saytni birga-bir qilib Figmaga dizaynini ko'chirib berdi. Keyin xuddi shu dizaynni o'zingizga moslab sayt qolishingiz mumkin. Agar siz ham chet eldagi bitta biznes modelni o'zingizga moslashtirib, o'zimizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, yozing. Qanaqa buni qilishni ko'rsatib beraman yoki o'zim qilib berishim ham mumkin.